shunaqa lobigacha tayyorlovka tortib, yo oynalaringizni ruxsatnomasi bo'lmasa, necha pul shtraf to'laysiz. Hozir biz Haval Qibraga kelganmiz. Haval M6 ni sizlarga obzor qilib beramiz. Haval M6 ni menga yoqqan tarafi motori 1.5 turbina, undan tashqari saloni juda ham keng, hadovoylari yumshoq ekan. To'g'rimi aka? Xuddi shunaqa. Yana qanaqa funksiyalari bor uni? Funksiyalariga keladigan bo'lsak, motor 1.5 metr qilingan, 143 ta ot kuchi bo'ladi, turbina asosan. Kuzovlari aytsinkovka zanglab ketmaydigan bo'ladi. Mashinada klimat kontrol, cruise control, zadniy kamera, sensor datchiklar, ESP tizimlar, ABSlari hammasi bor aka. Rasxod qanaqa aka shahar ichida? Shahar ichida rasxodga keladigan bo'lsak, konditsionerlarni yoqib beradigan bo'lsak, 8-8,5 metrgacha rasxod qiladi. Agar shahardan tashqariga yuradigan bo'lsangiz, 5-5,5 metr rasxod. Aytib o'tganimdek, saloni juda ham keng, rechelari ham juda ham chiroyli. Salon qismiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Rullari ham kojadan tikilgan ekan. Xullas, monitorlargacha bor. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Sizlarga agar klientlarimizga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, Haval M6 modeliga oylik to'lovlarni 1.700.000 so'mdan chiqarib beramiz. Agar Julio modelimizga qiziqish bildirayotgan bo'lsalar, 2.200.000 so'mdan aka. Agar H6 modelimiz ham bor, qolgan ikkita xil modelga qaraganda sal kattaroq, navorochinniroq mashinamizni aka 2.750.000 so'mdan chiqarib beramiz oylik to'lovlarni. Bagaj qismlari ham menga yoqdi. Aka, obunachilar bu mashinani xarid qilsa, yengillik bor debsizlar. Qanaqa yengillik bor? Yengilliklarimizda to'lov shartlari bo'yicha asosan bo'lyapti. Hozirgi kunda 60 oy muddatgacha rassrochka o'zini tan narxini qilib berishga qilib beryapmiz. Imminni bitta rassrochka bilan cheklanib qolmayapmiz. Bizdan mashina oladiganlarga bonuslariga narsalarni qo'yib berib, yetmaganiga aka yil bonusida ham qatnashishadi. 100 milliongacha. Xuddi shunaqa, 100 million. Qolagan viloyatga to'lab berasizlar. Boshdan to'lab beramiz. Operatsiyalar asosida. Undan tashqari iPhone 17 Pro Max, Sharm Shayxga ikkita bilet, eng yoqqan tarafi menga Umraga ikkita bilet. Xuddi shunaqa. Oilaviy ikkita MacBook qo'shib berar ekansizlar. Xuddi shunaqa. Yil bonusida qatnashish uchun Haval avtosaloniga kelib, qibraydik. Qolagan mashinalarga xarid qilsa bo'ldi. Bo'l. O'yin ishtirokchisiga aylanasizlar. Xudo xolasa 31-dekabr kuni g'oliblarni aniqlaysizlar. O'zingizdan xudo xolis kelasiz. Bo'ldi. Aka, bu mashinani oylik to'lovlari qanaqa chiqyapti misol uchun? Oylik to'lovlarga keladigan bo'lsa, asosan menejerlarimiz hisoblab berishadi oylik to'lov boshlang'ich to'lovlarini. Bilamisiz, rassrochka bor. Xuddi shunaqa, 5 yil muddatgacha. 5 yil muddatgacha shu mashinani o'zligi nomiga Xuddi shunaqa. rassrochka qilib berasizlar. O'rtoqlar, to'lov ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, shu pastda yozilgan nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Videoga like bosib, mana shunaqa Haval qidirib yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sizlarga ajoyib bonuslarni ham qilib berishadi. Manzilimiz Qibray sentrida, shunday ro'dadan o'tganinglarda o'ng qo'lda Pajarkani ro'parasida. Bemalol kelib, mashinalarni test qilib, xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi.